Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 2025-yil 6-aprel sanasida navbatdagi ko'chma do'konimizni Kattaqo'rg'on shahar, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shaharga qurib bergandik va hozirda uni o'sha do'konni ortib yetkazib berish ishlari olib borilyapti. Siz esa kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosing va kommentariyaga o'z fikringizni bildiring. Biz esa videoni oxirigacha ko'rsangiz, kerakli ma'lumotlarni berib boramiz. Bahsdagi avvalo qurib yurdilar. Katta rahmat. Ular ishlari baraka o'zgarsin. Chiqib chiqdi do'kon. Endi shu xalqqa xizmat qilsa bo'ladi endi. Katta rahmat aka.